Barchaga assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatdagi ishimizda ham xudo xolasa shunaqa 90 graduslik qoshli fasonimizda qilib beryapmiz. Bu tashqari shapkasi tagi 72 sm chiqqan. Tarnovlarni ham o'rnatib xudo xolasa har bitta kelgan ratiga tillamizdan emas, oqimizdan va shaqir kanizlarimizga qo'yib xudo xolasa o'ta go'zal holda qilib beryapmiz. Bu ishimizni Marhamat shaharda yakunlab beryapmiz obunachilar. Bu joyimiz uzunligi общий 42 metr joyimiz. Shunaqa qoshli fasonda qilib xudo xolasa ustalarimiz tomonidan go'zal qilib qo'ldan kelgancha ishlarimizni qilib beryapmiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Obunachilar, sizlar vodiydan kelib bo'lsanglarki, bemalol murojaat qilib sizlar buyurtma bersanglar, navbatdagi xonadon sizlarga xudo xolasa bo'lishi mumkin. Shunaqa tunikafondan uyimni tunikafon qildiraman deb yurgan obunachilar, aziz vatandoshlar, nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Sizlar bizga murojaat qilsanglar, sizlarning xonadoninglarga ham borib, sizlar xohlagan fasoniylarda xudo xolasa ishlarimizni qilib beramiz. Bu esa mana robotxonasi. Obunachilar, uzunligi 21 metr joyimizga shunaqa ko'rinishda xudo xolasa o'ta go'zal holda qilib, yulduzchalarni, do'ppilarni esa yulduzcha fasonda qilib, mokriy rangidan qilib berdik. Bu joyimizga tilla rang umuman qo'shmaylik aka deganda xonadonda egasi shunaqa ko'rinishda xudo xolasa mana ishlarimizni yakunlab boryapmiz. Sizlardan paddeshga obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa albatta bir dona like tugmachalarini gumbillatib yuborsanglar, sizlardan shu paddeshga bo'lib qoladi obunachilar. Bu joyimizga turbalarimizni ham tushirib beramiz. Hali xudo xolasa общий bitgandan keyin общий joylaymiz. Bu yerimizga esa 10 dona do'ppimiz kamib qolgan. Mana turbalarimizni ham olib kelib, mana groblarimizni ham xudo xolasa olib kelib bo'ldik. Endi xudo xolasa chiroyli qilib, bu esa mana ichkari shapkalari hozirgi ko'rgan kasetinglar shu joyga ashibka bo'lib yopiladi obunachilar. Go'zal holda bo'lib, общий bitgandan keyin ham xudo xolasa avzimiz joylaymiz videomizni. Shuncha mehnatimiz uchun layklarni gumbillatib yuboringlar obunachilar.